Assalomu alaykum akalar, men opalar, aslimizda tinchlar, jonlar sog'mi akalar, mana yangi kelgan suvimizdan, Jenshen suvimizdan, shifobaxsh suvimizdan oz kattalargacha ko'ramiz akalar, kuzatib turinglar, ta'mini hozir aytib berishadi. Mana akalar, katta unda. Assalomu alaykum, xolajon. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Tabiiy Jenshen suvimizdan ichib ko'ring-chi, ta'mini ayting-chi. Mana hozir ko'rasizlar akalar, mana o'rgat. Kim ochib bering-chi? Hozir mana quvamizni ochib beramiz. Maqtashli reklamalarini ko'rdim, ichib ko'rmadim. Birinchi bu. Ana. Ikkinchi Jenshenli ekan. Jenshen ta'mi. Qanaqa aka? Zo'r, gap yo'q. Zo'r. Hamma ichsin. Tavsiya berasizmi hammaga? Ta'miga gap yo'q. Zo'r. Tavsiya berasizmi hammaga? Ha, hammaga tavsiya qilaman. Qanaqa aka? Mahitoda shirin ekan. Yaxshi ekan. Tavsiya Tabiiy qilaman, mahsulot. Jenshenli ekan, tabiiy. Odamlarga quvvat bo'ladigan foydali ichimlik ekan. Rahmat. Mazasiga gap yo'q akalar. Sizlardan xarid qilib olinglar. Narxi 20 ming so'm atiga. Akalar kela olasizlar. Qorasuv marketimizda ham bor, 320 marketimizda ham bor akalar.